yana bitta foydali maslahat, meditsinskiy knижка qilishga ham yordam beraman. Xullas, 2 kundan 1 hafta ichida chiqadi. Kimga 2 kunda, kimga 3, kimga 4. Bu medknижка bazada 100% bo'ladi. Bu bilan bemalol уборкада, ko'rib turganingdek, поварlikda yoki magazinda продуктовый kassir, грузчик, сборщик bemalol любой sferaga kirib ishlashingiz mumkin. Meditsinskiy knижкаga o'sha pastda должность degan joy bor, xohlasanglar продуктовый sfera qilib yoziladi. Любой sferasida ishlasanglar bo'ladi, kassir bo'lib ishlasanglar ham bo'ladi, уборщица bo'lib ishlasanglar ham bo'ladi. Именно продуктовый bo'lsa, допустим, yoki kuxnya bo'lishi mumkin, сотрудник кухни-da, заготовщик bo'lib ishlashingiz mumkin, o'sha katlamойщик bo'lib ishlashingiz mumkin, mальчикlar, qizlar повар, основной bolalar ham повар bo'lib ishlashi mumkin. Прям должность yozdirmaymiz, a sferani yozdiramiz, чтобы дальнейшее o'zgartirganingizda sohalarni, чтобы bu sizlarga служить qilsin. Meditsinskiy knижка 1 yilga beriladi. Bazada 100% bo'ladi. Keyin продление qilsanglar, ozgina arzonroqga tushadi. Buni puli tayyorlanishiga qarab ozgina o'zgaradi. Bemalol menga aloqaga chiqsanglar, men gaplashib beraman yoki telefon nomerlarini beraman. O'zingizlar chiqib gaplashishingiz mumkin, zakaz qilishingiz mumkin. Ishonchli xizmat, men o'zim shu yerdan ham meditsinskiy knижка qildiraman. O'zimizning сотрудникlar uchun o'zim ham ishim tushgan uchun bemalol ishonarli bazada 100% bo'ladigan medknижка zakaz qilsanglar bo'ladi.